Meydonga çıktı şerler, yürekte ulov yanar. Bayrog'imiz osmonda, orzular baland uçar. Eldor Shomurodov oldinda kapitan yo ochib beradi. Abbosbek Fayzullayev chaqqonlik bilan himoyani buzadi. Abduqodir Husanov devordek turar ortda qalqon kabi. Otabek Shukurov markazda yurak kurashdan to'ymaydi. Igor Sergeyev zarba bersa darvozalar zaga kelar. Bu jamoa tarix yozar, bugun g'alaba kelar. Bu orzudan nechadir yirik yutgan yurak nadosi. Bugun maydonda yangraydi xalqimiz sadosi. Bir tan bir jon bo'lib kurashamiz oxirigacha. O'zbekiston nomi chiqadi eng yuqoriga. Xalqim quvonadi. Jaloliddin Masharipov tezlik bilan qanotlarda uchadi. Rustam Ashurmatov himoyada devor, hech kim otolmaydi. Ukir Yusupov darvozada ishonch qo'lli olday. Farruh Sayfiyev yo'l ochadi, qanotlarda shamolday. Abduvohid Ne'matov tayyor turar, zaxirada kuch bor. Oston O'runov presim bilan raqibni qiynar zo'r. Doston Erkinov tezlik bilan yorib o'tar yo'llarini. Bu jamoa yozadi tarix oltin sahifalarini. Bu shunchaki o'yin emas, bu xalqning orzusi. Har bir zarbada bor yurakning tovushi. Ko'zlarda yosh emas, faqatki urur bo'ladi. O'zbekiston bugun jahon milol qo'llaradi. İshonamiz, bugun bizlik bel alaba. Xalqim quvonadi.